10-chi savol. Ekolog piramidani bug'doy, pashsha, kaltakesak, lochin tashkil qiladi. Geterotroflarga pashsha, kaltakesak, lochin kiradi. Umumiy biomassasi 2442 bo'ladi. X 10x 100x 1000x deb olsak. Demak, uchalasining yig'indisi 2442 kilogramm ekan. 100x 10x x. X topib olsak 22 kilogramm bo'ladi. X 22 bo'lsa 220 2200 bo'ladi. Bizda aytgan produsent va 3-darajali konsument bug'doy bilan lochinning massasini toping degan. 22022 bo'ladi. Javob C bo'ladi. 11. Ekolog piramida asosini o'simlik, quyon, lochin tashkil qiladi. O'simlik noma'lum. Demak, X 10x 100x deymiz. Lochinning massasi quyonning massasi 720 ga kam deyapti. Quyonni ko'p ekan. 10x aylangan x 720 bo'lsa 9x 720 x topsak 80 chiqadi. 80 800 x toping degan. X o'simligida 8000 kilogramm bo'ladi. 12. Suv havzalarida oziq zanjiri tipik misoli deyapti. 40% og'irligi. Demak, suv havzasining oziq zanjiriga fitoplankton, zooplankton, mayda baliq, yirtqich baliq kiradi. X 10x 100x 1000x bo'ladi. Demak, 111,1 tonnamiz 40% bo'lsa 100 tonnamiz topib olamiz. 277,75 tonna. 1 tonnamiz 1000 kilogramm bo'lsa, ko'paytirsak 277,750 kilogramm bo'ladi. Bu optim hammasining og'irligi 1000x, 100x, 10x, x ning og'irligi shu bo'lsa, x topib olsak 250 chiqadi. Demak, 250 ekan, javobda aytilgan yirik baliqning 70% toping. X'imiz 250 edi. Shuni 0,7 ga ko'paytsak 175 kilogramm bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 13. Qaldirg'ochning urg'ochisi, ya'ni onasi 50 ta ekan. 50 gramm ekan. Ikkita bolasi har biri 10 grammdan bo'lgan. O'simlik, hasharot, qaldirg'och ekan. Demak, har bitta bolasi 10 grammdan bo'lsa, bir oy davomida 45 grammga yetgan degan har biri. 45 dan 10 ayirsak 35 bo'ladi. 35 semirish uchun 350 gramm hasharot ekan. Hasharot esa 3500 o'simlik ekan. Bitta qush bolasi. Bizda ikkita qushning bolasi bo'lgancha og'irligi 700. Keyin hasharot o'z navbatida qancha oziq yegan? Demak, 350 bo'lsa 3500. Ya'ni ikkitasi 7000 yegan bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 14. Fitoplankton, zooplankton, mayda baliq. Boya savol qaytib keldi. 6000 tonna bo'lsa 75% iste'mol desa 4500 tonna. Ikkinchisi zooplanktonning mayda baliq 25% ni yemadi degan. 25 ta aytsak 75% ni yegan bo'ladi. 450 ga 100% bo'lsa 75 emas, 337,5 tonna bo'ladi. Buni esa 75 tonna bo'ladi. Mayda baliqning og'irligini toping kilogrammda. 1000 ga ko'paytirsak 33750 bo'ladi. D javob bo'ladi. 15 ta o'simlik, o'txo'r, yirtqich bor. Demak, aytgan qanchalik noma'lum shu uchun yirtqich x, o'txo'r 10x, o'simlik 100x bo'ladi. O'txo'r dastlabki massasi 95 bo'lgan. 95 desa, yirtqich 9,5 semiradi, lekin x da x + 95 bo'ladi. Lekin yirtqich 200 kilogrammga yetgan degan. 200 dan 9,5 ta ayirsak 190,5 bo'ladi. Shu yegandan oziqdan 140 gramga ortiq deyapti. 190,5 dan 140 ta ayirsak 50,5. Ya'ni bu o'txo'r yegan oziqdan. O'txo'r o't yeydi-da. Demak, o'simlik bilan yirtqich birgalikda 50,5 gramm ekan. 100x + x. Bu 50,5. X topsak 0,5. X 0,5 bo'lsa o'txo'r 5 kilogramm, o'simlik 50 kilogramm bo'ladi. Bizda so'ralgan o'txo'r qancha kilogramm semirgan? Demak, o'txo'r 5 kilogrammga semirgan bo'ladi. Javob D variant bo'ladi.